Galdagi faktimiz ta'limga oid. Bilamizki, yangi o'quv yili boshlanishi bilanoq talabalar shartnoma mablag'larini to'lash payiga tushadi. Avvallari kontrakt pulini yilda 2 marta to'lash mumkin edi. So'nggi yillarda 4 marta bo'lib to'lash imkoni yaratildi. Eslatib o'tamiz, talaba bo'lgan 186.871 nafar abituriyentdan 41.153 nafari davlat granti, 145.718 nafar esa to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan. Oliy ta'lim muassasalari talabalariga o'qish uchun yillik to'lovning to'liq miqdorini teng ulushlarda 4 qismga bo'lish yo'li bilan o'tkazishga ruxsat berilgan. Xo'sh, joriy o'quv yilida bo'lib to'lash tartibi va muddatlari qanday bo'ladi? 2024-25 o'quv yiliga 145.718 nafar abituriyentlar talabalikka tavsiya etildi. To'lov kontrakt asosida talaba yoshlarimizni o'qishlarini qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va talabalarga qulaylik yaratish maqsadida shu bilan birga aholini to'lov qobiliyatlarini inobatga olgan holda hurmatli prezidentimiz tomonidan 1 yillik o'qitish qiymatini teng ulushlarda 4 ga bo'lib to'lash imkoniyati yaratildi. Talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlarimizga 15-sentyabrga qadar 1 yillik kontrakt qiymatining 25% ni to'lash, 2 va undan yuqori kurs bo'lgan talabalarga bo'lsa 25% to'lovni 1-oktyabrga qadar to'lash imkoniyati yaratildi. Xuddi shunday ikkinchi to'lov demak 1-yanvar yetib belgilandi. 50% to'lovni to'liq amalga oshirgan bo'lishlari kerak bo'ladi. 75% lik to'lovni 25-yilni 1-mart yetib belgilandi. Barcha 100% to'lov 1-maygacha to'liq to'lab bo'linishi kerakligi belgilandi. Xo'sh, bunday bo'lib to'lash imkoniyati super kontraktda o'qimoqchi bo'lganlar uchun ham amal qiladimi? Tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qish istagini bildirgan abituriyentlarimiz uchun birinchi to'lov 50% yetib belgilandi. Demak, bu 50% to'lovni 15-oktyabrga qadar to'lashlari belgilandi. Qolgan to'lovlar 2-chi, 3-chi, 4-chi to'lovlar bazaviy to'lov kontrakt deymiz. Demak, o'sha kontraktda belgilangan muddatlar 1-yanvar, 1-mart, 1-mayga qadar o'sha 100% ni to'lashga imkoniyat beriladi. Talabalarni ota-onalarini yoki turmush o'rtog'ini ishlaydigan joyidan, ish haqidan ushlab o'tkazadigan bo'ladigan bo'lsa, oyma-oy to'lovlar ham amalga oshiriladi va oliy ta'lim muassasasi tomonidan bu hisob-kitoblar ham qabul qilinadi. Shuningdek, to'lov muddatlarini uzaytirish ham mumkin. Bunda birinchi kursga qabul qilingan talabalarning dastlabki muddatini uzaytirish vakolati qabul komissiyasiga berilgan. Qolgan hollarda oliy ta'lim muassasasi muddat uzaytirishni o'zi hal qiladi.